Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtomobili keldi. Biz hozir Ravoddamiz. Mana kuzov holatlarini ko'rib turibsizlar. Kuzov holatlari asli qilingan, oldi sultili yengil bo'lgan, o'zi qilingan. Avtomobilimizda balonlari, ikkita orqa baloni 70% da, ikkita oldingi baloni esa yangidek pashti 95, pashti 98% da. Motor holatlari, motorlari moy yemaydi deyapti, garantiya beraman aka deyapti. Mana gemoroylarni ham ko'rib turibsizlar. Yangi akkumulyator qo'yganman aka deyapti, kondisionerni deydi. Freon kuysa kondisioner ham ishlaydi aka deyapti. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana super salon, gidravlika rol, chexol poliklari bor. Ushbu avtomobilda narxi arzon, Dehqon akamizning o'zidan. Dehqon aka, buni nech pul deysiz aka, bo'ladigan joyini aka? 29 akajon. 29 million so'mga mana naqd pulga olib kelsa, mana shu Nexi 2 avtomobilda xohlagan dokument bo'ladi, ha? Generalni xohlagan dokumentlaringiz bo'ladi. Mana shu avtomobilda 29 million so'mga naqd pulga sotib yuboramiz. Dehqon akaning o'zidan. Telefon nomerini qoldiramiz. Nomeringiz 99lik 99lik 740 740 2503. 2503.